Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana bugun xudo xolisa diagnostika kuniga navbatdagi mijozim keldilar. Bularda muammoni eng kattasi trapetsioidniy mышца bo'yindan boshlab tushib, kurayning orasidagi podвздошно-реберная mышцadagi triggerlarni ko'payib, ular tinchlik bermayotganligida bo'lgan. Ikkita lopatka bir-biriga сводить qila olmaganlar, yopa olmaganlar, chunki triggerlar yo'l bermagan. Shuni hisobiga грудной отделda позвоночный остистый atrofizmlar chiqib qolgan. O'sha narsa azob berib, nafas olishlariga ham qiyinchilik bergan, ko'zlariga xiralashiga qiyinchilik bergan. Endi hozir diagnostikadan keyingi holatda o'zlaridan biroz so'raymiz. Opa, nima bilan keluvdingiz? Qanaqa natija bilan ketyapsiz? Hozir men birinchi kuni kelishim. Shu ikkita kuragim o'rtasida og'riq, bo'ynimda, o'ng qo'limga tortayotdi. Bugun keldim, diagnostikadan o'tdim. Bitta diagnostikadan o'tishimda o'zimda shunaqa yengillik his qildim. Men ayta olaman, shunaqa zo'r professional master, o'zini o'z sohasining ustasi deb bilaman. Yengillanib, shunaqa xursandman, hozir og'riqlarim yengillashdi. Rahmat. Mana ma'lumot uchun aytib qo'yaman, opani o'zlari vrachlar, vrach bo'lganlar. Mana shu vrach bo'lib, mana shu narsani bilib o'zlari kelganlar, мышечный triggerlar. Demak, opa, gap позвоночникdanmi yo mushakda ekanmi? Mushaklarda ekan, mushaklarda ekan gap. Sizga rahmat kattakon bildirgan ishonchingiz uchun. Hurmatli kuzatuvchilar, agar kimda o'zida tanasida мышечный triggerlar bor, nafaslarning болевой sindromlar bor deb taxmin qilayotgan bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Sizlar bilan qanaqa holatda ishlashimiz mumkinligini kelishib olishimiz mumkin. Salomat bo'linglar.